mana bolani nimasiga tushib ketdi rasta mana. Andijonda bozor rastasi qulab tushdi. Bir kishi jarohat oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidagi kiyim-kechak bozorida savdo rastasi qulab, odamlarni bosib qolgani aytilgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan mas'ullar tomonidan tezkor ishchi guruh tuzilib, o'rganish ishlari olib borildi. Aniqlanishicha, hodisa 21-dekabr kuni soat 11:00 atrofida Xo'jaobod tumani buyum bozori hududida sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkor do'kon oldida qo'l-bola usulda qurilgan savdo rastasi belgilangan talablarga javob bermagan. Shuningdek, rastaning yuqori qismiga me'yoridan ortiq og'ir, asosan qishki kiyim-kechaklar ilib qo'yilgan oqibatida savdo rastasi qulab tushgan. Hodisa natijasida yuqoridagi kamchiliklarga yo'l qo'ygan bir nafar tadbirkor tan jarohati olib shifoxonaga yetkazilgan. Unga tezkor va malakali tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda jabrlangan shaxsning ahvoli yaxshi ekani ma'lum qilindi. Ayni paytda hodisa kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Boshqa jabrlanganlar aniqlanmagan.